Har bir ayol qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar juda ham go'zal ko'rinishni xohlaydi va albatta o'ziga, yuziga asosan parvarish xohlaydi. Men mana shu parvarishni kosmetikani, ya'ni koreyskiysini juda ham ma'qul deb topdim. Mana kecha Munisa degan go'zal bir qizimizdan chiroyli mahsulotlarni oldim, ya'ni retinol. Bu ko'zni tagiga parvarish. Ko'zingizda ajinlar bo'lsa, uni oqartirib, mayda ajinlarni tekislab beradi. Sizlarga tavsiya qilaman. Bundan tashqari mana yangi liniya, ya'ni Solua degan liniyasi, bu hali Toshkentda hech kim ishlatmagan deb o'ylayman, bir ikkitalar. Menga juda ham yoqdi. Mana kecha birinchi marta ishladim. Bu asosan qora dog'larni ochartirib beradi va yuzni tonini chiroyli qilib tiniqlashtirib beradigan liniya. Mana bu penkasi. Mana bu esa undan keyin suriladigan kremi. Hattoki maxsus mana bunday shotishkalarni ham berishar ekan. Sizlarga tavsiya qilaman. Va yana eng zo'r mahsulot 24 soat yuz terisini namlantirib turuvchi juda ham sifatli kremni tavsiya qilgan bo'lardim. Munisani profilini mana shu istoriyani tagida kommentariyada yozib qoldiraman. Murojaat qilishingiz mumkin.